bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qaysi kasb egasi bo'lishini xohladingiz? Men imенно kasb egasini o'ylab ko'rmagan ekanman. Ha? Avvalambor halol topib kelsinlar, oilamizga, masalan, farzandlarimiz bo'lsa, halol yedirib ichirib, yaxshi tarbiya berishini xohlayman. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkinmi? Erkakni xiyonat kechiriladi, ayolni xiyonat kechirilmaydi deydi. Unga qanaqa qaraysiz bu gapga? Xo'p, erkak kishi xiyonat qilish uchun xiyonat qiladigan ayolni yaxshi ko'rish kerak emas. Ayol kishi xiyonat qilish uchun xiyonat qiladigan odamini yaxshi ko'rsa, shunda xiyonat bo'ladi. O'shaning uchun ayol kishi qalbi bilan xiyonat qiladi. Shuning uchun ayol kishining qalbi anaqa xiyonat kechirilmaydi. Agar bo'lajak eringiz misol uchun xiyonat qilsa, unga qanday qaraysiz? Kechirgan bo'lardingiz yoki ajrashgan bo'lardingiz? O'rtada farzandlaringiz bo'lsa, Shundan yaxshi ko'rsam ancha kechiraman. Kechirasiz. Avvalambor xohlayman xiyonat qilmaslikni. bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa ayollarni sadoqatini qadrlaylar, hurmatli erkaklar. Oxirgi gapim shu.